Samina joyini qo'yganini qaranglar. Biz uyga kelib oldik. Bolalarni uxlatishga yoniga yotishim kerak kutib turibdi. Ko'pchilik mendan nimagadir har doim rum tur so'raydi. Mana bu Samina bilan Muhammadda xonasi, ham shkaflar bor. Oynaga tushib qolmaydi, bormayapman. Mana bolalarning xonasi o'rtadagi xona hisoblanadi bizda. Bu bizning xollimiz, mana ko'cha eshigidan kirish. Bolalar xonasi to'g'rida. O'ng tomonda spalni va sanuzel mana. Obzor qilib yurgim kelmaydi unaqa ko'p. Bu yog'imiz studiya. Kir mashinalar qayerda turadi deysizlar-yu, xolimizda turadi. O'shanga mana shunaqa shkafga bekitganmiz. Bu kir mashina, bu sushilka. Qayta aytsam ham so'rashadi. Bu yerda bo'lsa parashok, kapsulalarım turadi. Mana studiya. Nimaga bu gilam turadi desanglar, shu gilam ham bor. Ani kichkina gilam uyut bermayapti. Hozir mana shu yerga katta gilam olib bering deyapman xo'jayinimga.